u Davlat aka bilan gaplashlaringmi? Hozir chiqyapti-da, men yozgan telefon sizga bilan chiqmoqchi telefon qilib qolyapmiz. Ha. Hozir gaplashaman, men lekin u hozir qochiryapti-da, men molda umuman bilmayman, meni firmamdan olgan yo'q deb. U qanday unaqa narsa bo'ladi? Ha, endi shunaqa bo'ladi-da, mol kasal bo'lgandan keyin. Yo, millat buni to'g'ri gaplashaylik-da. Mol siz o'shani olgansiz, ittaga men borim, masalan, bu narsa bunday bu kreditlarim million hasilgan pul emas, men tashab berganman. U narsa siz uni o'sha davlat olganlik, anosi kerak bo'lsa firmasiga olib borasiz uni ko'rsatib, qayerga o'tgan. Meni qarab turing, endi o'zingizga kelyapsiz. Men kecha dadangizga ham aytdim, bugun ertaman shu gapni aytdim. Borib dedim men, o'sha yoqqa ras kasal mol berib yubordimmi dedim. Borib kerak bo'lsa men sizlarga qo'shilishib uni yozib berardim. Meni ham bu ishga chiqqaniga. Yo, uchastka o'ylanib boramiz. Men o'zim bormayman siz bilan. Men uchastka milisamdan boraman, tinta emasman, uni o'zim bor yerga. Bu qonunli odam bilan boramiz, uni joyida hal qilamiz. O'sha qanday ortgansiz, nima bo'lgan bu? Men kreditlarim million kimdirga to'g'ri hazilgan puldir kimdir, lekin endi meni o'zingizga kelyapsiz. O'shanda siz dadangiz men bo'lib turib chiroyli gaplashib, men bilmayman, men ketdim, men qo'yib ketaman, menga mana shu ortgan narsa siz guruhga kelyapsiz-da siz o'shanda to'g'ri yo'q, men buni qarang-da aka. Men bugun ertaman o'tdim-ku, siz bormidingiz, yo'qmidingiz? Qachon? Men ertaman o'tib dadangiz bilan gaplashganimda bormidingiz? Qo'shto'g'amga aytdim, qo'shto'g'a dedim. Anu arizalaringni bir nima qilaylik, mashinani olib kelaylik dedim. Molni o'liginimi, tiriginimi solib, bitta uchastkavoy bilan aka boraylik dedim. Ha, u hozir qarang, men uchastkavoy bormayman, uchastkavoy vaqti uni hozir men masalan men ariza qilib, men Samarqandga chiqaman 102 ga arizamni qilib, u menga o'sha sudima nimadir berish kerak, qog'ozni o'zim uchastkavoy bo'lsa, uchastkavoydan tamomlaydi u odam. U narsani sudga yo'q, u siz adashyapsiz. Borib turib, misol bizda ham buni yozib berish mumkin-da. Masalan, ras uchastkavoy bormaymansa, bizga borib turib, uni yozib berish kerak edi. Ras kasal mol jo'natgan bo'lsa. Boshda uning tarafini buni erkak bilan boshda bizda tomonda u tomon taraf bo'ldi. Mol sog'lom. Yo'q, to'xtang. Siz boshidan menga tashladingiz. Uni sherigisan boshqardi, to'g'rimi? Boshidan siz menga tashladingiz, o'shaning uchun tushunishib qolamadingiz. Men naborot sog'lom deyapsiz. Siz nima? Vijdon. Mol sog'lom deyapsiz. Siz o'zingizga bo'lsa shu molni olasizmi? Mana u erkakmi erkak? To'xtang. Men sizga sog'lom dedimmi? Siz aytdingiz mol sog'lom, hozir ham sog'lom deyapsiz-da siz o'sha. Yo'q, men sog'lom boshqa narsa deganim yo'q. Kasal chiqdimi deyapman misol. Sotayotgan odam videolarida ham qarasangiz aka. 15 kunga garantiyasi bor, 15 kunga yoqmasa deyapti, qaytib olaman deyapti molni. Lekin hozir 15 kunda bir kunda tan olmayapti-yu, o'sha narsani aytish kerak edi. Men gayisiga ham biladi, meni yozib berib 15 kunga garantiyasini beryapti sizga. O'shani aytib turib, biladi, mashina qaytsa bo'ladi. Chiroyli gaplashsa, bag'dan sizlar bilmayman, o'zlaring tepaga chiqib olib, menga hali sen javob qilasan, sen olib kelding, menga tashladilaring. O'shda sizlar xato qildilaring. Siz o'sha sizni odamingizda, siz o'shani qanday tuqsiz bo'ladi? O'sha sizni odamingiz, sizlarning qishloq odam, o'sha sizlarning tumandan. O'sha narsa otingiz nima edi? Ismim Sultonmurod. Ha, Sultonmurod aka, mendan so'rasiz. Agar sizlar boshida chiroyli gaplashib, bu yozib sizga qilmay, bugun ham aytdim, tog'a dedim. Mashina xato qilyapsizlar dedi. Bu yozib sizdingizam misol, men bugun gaplashdim, uka deyapti, senga 5 akalar ishtiroq chiqadi deyapti. 5 akalar bilan misol 2 million bo'lar. Bu meni ishim yopilib ketadi-da. Meni ishim yopilib ketadi, sizlarda ishlaring ochiq qolyapti. Ertaga siz sudga bersangiz ham misol, ertaga meni chaqiradi shofir qilib. Ha, chaqiradi. O'sha yerda mana keyin men gapiraman aka. O'shaning uchun bugun dadangizga aytdim, "Pochtoga" dedim. Men bilan ancha ish bitadi dedim. Keling chiroyli qilib, mashinani olib keling dedim. Molni o'liginimi, tiriginimi yuklab, video qilib o'sha yoqqa boraylik dedim. O'sha yoqda men kerak bo'lsa yozib beraman, sizlar ham qo'shilishasiz dedim. Ha, siz endi bugun o'zingizga kelib aytyapsiz. Siz o'sha kunda men molni olib ketmayman, mol vash kerak emas, men yukim bu. Men aytdim, molni olib ketinglar, men qabul qilmayman. Mol yo'q. Degan kelgan paytda mol yo'q, mana yaxshi. Undan bunday deb ularga men yomon ko'rsatdingiz-da o'sha kuni. Yo'q, hech kim birov sizni yomon. O'sha kuni o'sha danli momentda men u molni yuklanmasdim. Men sizga aytdim, yukim bor edim. Anu molim ham turadi misol. Bugun erta tug'adigan, uni olib borishim kerak edi. O'shda chiroyli qilib uka, mashina yuklanmayapsan, xo'p, mol kasal ekan, nima qilib